Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Men Amsterdam Dam maydonida Xitoy tajovuz davlat qurilganligining 75 yilligi munosabati bilan elib beriladigan keng ko'lamlik birlash namoyish haqida qisqacha so'zlayman. Shundaqla bu namoyishga Gollandiyadagi barliq Sharqi Turkistonliklarni bu namoyishga ve oldu bilen oldun kapta avazım var mı yok mu? Oldun kapta dadam rahmetlik Xitoy tajovuzchilarininki jazo lagerda shahid bo'lib ketdi. Bu munosabat bilan o'zining sosyal medialarda buni e'lon qildim. Dadamninki o'limiga uchun mendan bana telefon qilib, uçur yollab, pati kelib, bana istaşlık qilgan barliq qarindoshlarımga, shundan dunyoning har qaysi joylarida qarindoshlarniki dadamning ro'yiga atab, xatmotdan o'rlashtirgan barliq qarindoshlarga samimiy rahmatimni aytaman. O'zimning yolg'iz emasligini, shundaqla butun dunyolik Uyg'urlarnikilar yana meni qo'llab-quvvatlab, bana istaşlık qilib dadamning ro'yiga duo qilganligi uchun ko'p suyundim, mamnun bo'ldim. Şundaqla bu qarindoshlarıma samimiy rahmatimni aytaman. Endi Amsterdam Dam maydoni elib berilgan birlash namoyish haqida qisqa tushuncha beraman. Bu yil 10-oyning 1-kuni Xitoy tajovuz davlati qurilganligining 75 yilligi. Bu munosabat bilan Gollandiyadagi Xitoy tajovuzchilar qarshi Sharqi Turkistonliklar, Tibetlar, Janub Mongoliyaliklar, Hongkongliklar, Kantoniliklar, undan boshqa Xitoy demokratchilari, shundaqla Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi aktivistlar yig'ilib 9-oyning 29-kuni yakshanba kuni Amsterdam Dam maydonida Xitoy tajovuzchilariga qarshi keng ko'lamlik namoyish o'rlashtirdi. Meningki qurgan bir munbar var. Yani Xitoy qarshi barliq kuchlar bilan jumladan bu munbarda Tibetlar var, Janub Mongoliyaliklar var, Hongkongliklar var, Kantoniyaliklar var, Jin davlati va undan boshqa yana Xitoy qarshi harakat qilayotgan Xitoy demokratchilari ham Xitoy aktivistlar bor. Bular hammamiz birlashib o'sha Xitoy tajovuz hokimiyatiga qarshi keng ko'lamlik namoyishlarni o'rlashtiramiz. Bu qadar namoyishlarni biz birlikda o'rlashtirdik. Meningki hamda Xitoylar bilan ba'zi namoyishlarni birlikda o'rlashtirishimniki oldingi sharti bor. Meni chaqirsalar kim oldirab ketib qolmayman. Shundaqla mening faoliyatimga keladigan Xitoylarnikimi hammasida qarqiyoq taklif qilmayman. Buning birinchi sharti ular eng avval Sharq Turkistonniki Xitoy tajovuzchilari tomonidan besilgan zemin ekanligini e'tirof qilish kerak. Shundaqla Sharq Turkistonniki mustaqilligini qo'llash kerak. Buni ig'zoki voy men Sharq Turkistonning besilgan zemin ekanligini e'tirof qilaman va yoki Sharq Turkiston mustaqilni qo'llayman deb qo'yishlar emas. Bu vaqtda video taqib so'zlash kerak. Bu vaqtda men ilgirimi nurg'un Xitoylarni so'zlatib Facebook'larda taqatdim nahmaydan qilib şu Sharq Turkiston mustaqilligini qo'llaydigan kuchlar bilan birlikda ular bilan yana hamkorlik asosida faoliyat qilishimniki oldingi sharti bu meningki. Bu hammamizniki ko'rib turayotganimizdek oldingi yilnisi Amsterdam Dam maydonida Xitoy faoliyatchilari 10-oyning 1-kuni Xitoy davlatining qurilganining 74 yilligiga qarshi bir namoyish o'rlashtirgan. O namoyishga men tashkilotim nomidan taklif qilingandim. So'z qilish jarayonida men qo'ygan shartim avval Sharqdan davlat marshini qo'yman. Uning keyinidan Sharq Turkistonda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni Xitoy tajovuzchining Sharq Turkistonga besib kirgandan yog'i qilayotgan jinoyatlarni anglataman. Buni uchun 20 vaqt bersan deb buni talab qilgandim. Shunga şunun bilan bu söz qilishninki 3-navbatida meni taklif qilgan. Men chiqib avval Sharqdan davlat marshini qo'yib, uning keyinidan Sharq Turkistonda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni hamma anglitib, qanday nurg'un
xalqlar bundan ta'sirlandi. Bu fəaliyyət ciddi şəkildə elib berilayotgan fəaliyyət tügəş az qılıb qalğan vaqtida meni yana bir qatam Şərqi Türkistanda bulayotgan irqiy qirg'inchilikni oilamningki ahvoliga birlashtirib yana bir so'zlab berishni taklif qilib bu namoyishni o'rinlashtiruvchi bir gollandiyalik meni taklif qilgan. Men bu yerga qaytib chiqib Sharqdan davlat marshini qo'yib hamda davlat marshini o'rindayotgan vaqtimizda yanada bir Xitoy kelib qo'limda mikrofon tortib olib Sharqdan davlat marshini o'ngiltishni to'xtatib qo'ydi. Bu naq maydon shu yerda nurg'unlar taqatib ko'rdinglar. Buni elayotgan Xitoy kommunistlar Xitoyningki Yevropada turishdiq, ya'ni Gollandiyada turishdiq, eng cho'ng, ya'ni 2 nomerlik shaxsga bu Xitoylarni Xitoy Kommunist Partiyadan chekindirish markaziniki 2 nomerlik shaxsga shu kun mening qo'limda biroz tortib olgan Xitoy. Shunlar o yerda azroq jidal chiqdi, naq maydonga soqchilar keldi. Oxiri meniki haqliq bo'lganligi uchun u yerda soqchilar mening davomli yana bu faoliyat normal elib berishiga normal elib berishni qo'lladi. Shunki men qaytib u yoqda so'zladim. Bu yerda borgan qancha Uyg'urlar bordi, Xitoylar bordi, hatto Xitoy demokratchilari, ba'zi Xitoy qarshi kuchlarmi, osh Xitoyningki yo'lsiz taraflarga qarshi meni qo'llab, meni qaytib so'z qilishim uchun bu Xitoyga qarshi ashad o'zining noroziligini ifodaladi. Uning keyinidan bu faoliyat tugagandan keyin men uy qaytib ketgandan keyin bu yer bo'lgan ahvollarni Facebooklarda yozdim, taqatdim, Twitterda taqatdim. Ham menga hissashlik qildigan shu naq maydonda bor Tibetlar, Xitoy demokratchilari, Janubiy Mongoliyaliklar, undan boshqa kantoniyaliklar, Hongkongliklar mening bu haqqani shu yerda qilayotgan faoliyatlarimni qo'llab, Xitoyningki yo'lsizlarga qarshi o'ziniki yozmalarni yozdi, e'lon qildi, hatto guruhlarni vaqtdan qattiq tanqidlagandan. Shundan keyin bu Xitoy noit o'sal ahvolga tushib qolgandan keyin shu kunki men yozgan yozmalarimni Twitterda, Facebookda tarqatgan videolarni o'chirishni talab qilib, men bilan aloqa qildi. Men buni qattiq qarshi turdim. Hatto men kechirim so'radi. Men sendan kechirim so'rayli. Mush videoni, mush nahmidan yozmani o'chirayotgan bo'lgan bo'lsa, deganki men qattiq ochig'im kelib buni keskin rad qildim. Hatto buningga ba'zi tashkilotlarni o'ttirib qo'ygan bo'ldi, ba'zi muhim shaxslarni o'ttirib qo'ygan bo'ldi. Hammasiniki o'ttirishgan salohiyatlarning hammasini salohiyatini rad qilyaptim. Qattiq buni o'chirib etmayman. Mushkil turdi Facebookda, Twitterda. Hatto bular meni ayrim bir yakap choy ichib, qahva ichib, o'zaro paranglashish, suhbatlashish shartini o'ttirib qo'ygandim, buni rad qildim. Bu qatim Gollandiyada 7-oyning 8-kundan 7-oyninki 12-kungacha 5 kun Xitoy davlat raisi Jallod Shi Jinpingga sot echildi. Gollandiya hammamiz xabari bor. Shu sotga men taklif qilingan, shu yerdami mush Xitoylardan kelganlari bor ekan, eng chungi. Yani Falun Gong'dan eng chungi ekanda Gollandiyadagi. U men bilan shu yerga ko'rishib, videoni shu materiallarni men Facebook'imdan, Twitter'dan o'chirishni talab qilib chiroyliqcha. Men seni yana bir qatim kechirim so'ray, mushani o'chirayotgan deb. Men buni qattiq o'chirmadim. Shunlar bu Xitoylarniki, Falun Gong'larniki Amsterdam dam maydonida keng ko'lam namoyish qilish huquqi buni iptashnidi. Chunki bular shu qatliq namoyishni o'rinlashtirgan bilan namoyishni tinch shaklda ep berishligiga to'sqinlik qilgan Xitoyni bu nimadan uni yaxshi bir taraf qilinmaganligi uchun shoshqa bu qatimliq namoyishni Falun Gong'dan boshqa Xitoylar qarshi barliq kuchlar birlikda o'rinlashtirdik. Men har yili, ya'ni 2018 yildan tortib hozir qadar har yili Amsterdam dam maydonida Xitoy tajovuzchining davlat bayram kunida shu yerda so'z qilishga, shu namoyishni birga qilishga taklif qilaman. Shu guruhdan, munbardan qo'ygan shartimning hammasi hozir qadar o'zgarib boqmadi. Birinchisi men so'z qilish fursati kelganda mening davlatimni Xitoy tajovuzchilar besib olgan. Buning uchun men eng avval Sharqdan davlat marshini qo'yman. Uning keyinidan o'zimninki g'oyib bo'lgan 19 oila a'zolarimning ahvolini, Sharqi Turkiston bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni, Xitoy tajovuzning navbatdagi jinoyatlarning hammani so'zlayman. Buning uchun men eng kam bo'lgan 20 minut vaqt bersandim. Shundaqla bu faoliyatga Gollandiyadagi boshqa tashkilotlarni ham Uyg'ur jamoatini kirishga davomli taklif qilyapmiz, ammo
qo'llash yetarlik emas. Ya'ni men so'zlab turgan vaqtida bo'lib qolsin, oqimizda bizning sharqdan besangiz zimin ekanligiga oid lozikalarni, bayroqlarni tutib turadigan odam oz. Bu bir keng ko'lamli faoliyat bo'lganligi uchun Gollandiyadagi barliq tashkilotlarniki jumladan Gollandiyadagi barliq Uyg'urlarniki bu faoliyatlarga aktiv qatnashib, shu keng ko'lamli Xitoy tajovuzchilarining davlat bayramini elib berilgan bu namoyishga aktiv qatnashishini umid qilaman. Shundaqla Gollandiyadagi boshqa tashkilotlarning shu yerda so'z qilish uchun men yolg'iz emas, boshqa tashkilotlarning borlig'ini shu munbarda o'tirib qo'yib, ularning so'z qilish haqqi borlig'ini talab qildim. Ular talabimga fikrim hurmat qilib, qanchalik Uyg'ur kelib qolsa, qancha Uyg'ur so'zlayman desa, hammasiniki so'z qilishiga biz sharoit hozirlab beramiz dedi. Shuningga qaysi tashkilot kelmoqchi bo'lib qolsa, kelsa o'zining tashkilot nomidan Xitoy tajovuzchilarininki 75 yilligiga qarshi bu namoyishda so'z qilsa bo'ladi. Shuning uchun 29-sila soat 12 dan tushdan keyin soat 3 elib bo'lgan bu namoyishga Gollandiyadagi barliq tashkilotlarni, jumladan Gollandiyada yashayotgan barliq Uyg'urlarni Sharq Turkistonlik boyqatib namoyishga taklif qilaman. Namoyishga kelayli, nurg'un qarindoshlar va namoyishga qatnashgandan nimaga foydasi bor? Namoyishga nimamizni hal qilib to'q deb. Unda biz namoyish qatnashmasak, uyda o'tirib nimani hal qilib to'q. Uyga o'tirib bir ish hal qila olgan bo'lsak, namoyishni o'chog'ida namoyish sal qarasak bo'ldi. Bizning chet ellarda qila oladigan birdan-bir ishimiz Xitoy tajovuzga qarshi ajallik biralagan zarbimiz namoyish maydonida tik turib Xitoy tajovuzchilarininki irqiy qirg'inchiligini anglatish, shundaqla xalqaroni Sharq Turkistonniki Xitoyning Sharq Turkistonga olib borgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, Sharq Turkistonniki mustamlik oxirlashtirishga o'zimizningki bayonotini, chaqiriqini o'ngilta olamiz. Shuning uchun sukutda turib, uningga norozilik bildirmay, imkoniyatimiz yetgan doirada maydonga kelib, naq maydonda Xitoy tajovuzchilariga qarshi shiorlarimiz orqali shu yerda o'zimizdagi norozilikni ifodalasak bo'ladi. Kim nima so'zlasa, hammasiga shu yerda so'zlash fursati bor. Bu ahvollar buni videolarni taqib qo'yinglar. Qolganini 9-oyninki 29-kuni soat 12 da Amsterdam Dam maydonida ko'rishaylik. Hammanglar Allohga omonat.